Xonandani xonasida oyna turishi kerak. Oynaga qarab ijro qilish kerak. Xonanda shunaqangi bir nimaki ijrochiki, o'zini ijro qilayotgan asarida bo'lsa ham va tashqi qiyofasi ham chiroyli, go'zal bo'lishi kerak. O'sha ijro qilayotgan asari kabi. Ya'ni o'sha asarning obrazini yaratish kerak. Aynan obrazda yuqoriga chiqqan pardalarda qiynalib aytayotgani yoki o'sha haqiqatan murakkab avjlarni qiyinligini ko'rsatish uchun ko'rsatish emas, o'sha qiyinligini bildirib qo'ymasligi kerak. Ana shuning uchun avj pardalarni ham chiroyli olish kerak va o'sha sahna bob bo'lish kerak degan bir og'iz o'zbekcha gap bilan sahna bob bo'lish kerak. Mana misol uchun Mashati qazao bizamish xatik masalan o'sha chiqqanda ham yuz ifodasi qiyinligini, masalan shu hozir qanaqangi pardalar, murakkab avjlar, uni diafragma ham ishlayapti, nafas ishlayapti, tayanch hamma narsa ishlayapti va o'sha yana yuqori avj, o'shani qiyin ekanligini ko'rsatmaslik kerak. Aksincha chiroyli qilib o'sha joylarda ham turishlarida, boshqalarida bir chiroyli qilib olsa, maqsadga